Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Mana bu sigirimiz tug'ishdan keyingi shol kasalligi, o'zbekchasiga, ruschasiga posle parez degan kasallik bilan kasallangan. Uje mana kalla sohasi S shaklida turadi. Isitmasi 37 ga tushib ketgan bu sigirimizni. Hozir bitta sistemani olib bo'ldi. Ya'ni bunga kalsiy xlor eritmasdan inyeksiya qilinadi vena orqali. Hayvonimiz uje sekin temperaturasi ko'tarilishi boshladi. Mana qaltiroqlar bo'lyapti. Bu qaltiroqlar isitmani ko'tarilishidan darak beradi. Bu ko'proq organizmda kalsiy tanqisligidan hosil bo'ladigan kasallik. Mollarga kalsiyga boy ozuqalar bilan oziqlantirishimiz kerak. Agar unaqa ozuqalarimiz tarkibida kalsiy kam bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha kalsiylarni berishimiz kerak. Shunda bu kasallik bilan kasallanmaydi. Chunki organizmdan bola chiqqandan keyin avtomatik kalsiy balansi tushib ketadi. Shundan keyin organizmda kalsiy tanqisligi paydo bo'lib, hayvonda mana shu kasallik paydo bo'ladi. Bu kasallik birinchi hayvon harakati sustlashadi, sekinlashib qoladi, sekin harakatlanishni boshlaydi. Keyin ertasiga ertalab yoki kechqurun avtomatik turmay qoladi. Keyin hayvonimiz yaxshi e'tibor berib, tez vet vrach chaqirib lecheniya qildirmasangiz, hayvon davleniyasi, qon bosimi tushib ketib, o'limgacha olib kelishi mumkin. Hozir bunga 250 gram kalsiy xlor uladik. Inyeksiya qildim. Hozir mana bunisi ham tugayapti uje. Hayvonimiz uje holati ancha yaxshilandi. Patkoji teri ostiga kofein eritmasidan 10 ml qo'lladik. Endi kutamiz 10 minut ichida hayvonimiz turmaydigan bo'lsa, yelin sohasiga havo beriladi, damlanadi. Keyin qon bosimi ko'tarilib, hayvon o'rnidan turadi. Uje buni holati ancha yaxshilandi, birinchi holatiga nisbatan zo'r. Shunaqa kasallik bilan kasallanmaslik uchun hayvonlar kalsiyni berib, yaxshi qarashlari va kanalga obuna bo'lishlari so'rab qolamiz. Rahmat. Sigirimiz ham turib oldi. Turishga sal qiynaldi, baribir yelin sohasini damladik mana. Bu 30 daqiqa turadi. 30 daqiqadan keyin yechib tashlanadi. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, like bosinglar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Telefon nomerlarimiz bor. Yozib, kommentariyalarni portlatinglar. Gap yo'q. Rahmat.